Siz mеңіңіздің texmi ko'p xo'shallik moddalarını ishlab chiqarishiga ehtiyojliq mu? Avtori Michelle Mackwith. Doktor Loretta Browningni ziyorat qilganda qoldirgan xotira. Tarjim qilguvchi Sarvi. Avtordan ilova. İnsanlar maqsadlik holda o'z mengisining xo'shallik paydo qiladigan ximiyaviy moddalarni ishlab chiqarishiga turtki bo'la olamdi. Bu maqola bu savolga shundoq degan javobni berish orqali bizni bir oz hayron qoldirdi yoki hayajonlantirdi. Biz ko'p hollarda xo'shallik hodisini inson ro'yitida bo'ladigan o'zgarish deb qaraymiz. Biroq bu maqola bizga xo'shallik tuyg'usini his qilishimiz uchun eng avval mengimizning ma'lum xil ximiya moddalarni qo'yib berishi kerakligini aytib berdi. Hamda bu xil ximiya moddalarning qo'yib berilishidagi oldingi shartlar to'g'riliqmi to'xtalib o'tadi. Men bu maqolani o'qigandan keyin mengimizda paydo bo'ladigan 4 xil xo'shallik moddasi bilan tanishib chiqdim va kayfiyatim tövalligan vaqtlarda kayfiyatimni ko'tarishning chorasining o'zimda ekanligini tonib yetdim. Tövanda bular to'g'riliq azroq to'xtalib o'tay. Birinchi xil xo'shallik moddasi dopamin. Siz o'zingiz intayin ehtiyojli bo'lgan ma'lum narsaga erishdingiz. Bu chaqda mengingiz dopamin moddasini qo'yib berdi-da, siz xo'shallik his qilasiz. Biroq bu xil ehtiyojingiz qondirilib bo'lgandan keyin badaningiz dopaminni bu sabab tufayli ishlab chiqaravermaydi. Şuna o'xshash bir xo'shallanarlik ish tufayli bakmi hayajonlanib ketavermaysiz. Masalan, siz ko'ngildagidek yuqori maoshli xizmatga qabul qilinganlik xabaringiz tufaylidan qattiq xo'shal bo'lib sakrab ketdingiz. Biroq bir oz vaqt o'tgandan keyin bu tufayli davomli xo'shal bo'lib hayajonlanavermaysiz. Әмді көз алдыңыздaki sizni xo'shal qila oladigan narsa bo'lsa, xizmat natijangizning ko'rinarlik bo'lishi yoki xizmat o'rningizning o'stirilish bo'lishi mumkin. Bu xildagi yashash ehtiyojlarimizni kapolatga ega qiladigan narsalarga erishgan tabrik paytlarda badaningizda rol o'ynayotgan ximiyalik modda dal dopamindan iborat. İkinci xil xo'shallik moddasining ismi bo'lsa endorfindir. Bu xil modda jafodan keyin badanda paydo bo'ladigan moddadir. Bu xil modda paydo bo'lganda siz tortgan jafoyingizni unutasiz va xo'shallik his qilasiz. Jafo tortib badan chiniqtirgandan keyin mengingiz endorfin ishlab chiqardi. Xo'shal bo'lib qolasiz. Şunlaşqa ko'nglimiz yerim bo'lib qolganda sirtlarni aylanib kirsak va yoki chiniqish zalda chiniqsaq ko'nglimizning ichilib qolganligini bayqaymiz. Demak, jafo badaliga endorfindak xo'shallik moddasiga erishimiz. Er ayollar o'tirsidagi kishilik munosabat ba'zida qiyin holatga o'tsimi, ularning bir-biridan undaq oson voz kechmasligining sababchisimi dal endorfindir. Jafoliq kishilik munosabatdan keyingi yaxshilanish tufayli mengingiz ko'p miqdorda endorfin qo'yib bergan vaqtlarda siz hayajonli minutlarni boshdan kechirsiz. Xo'shallik tuyg'usiga cho'misiz hamda bu tufayli jo'ringizning sizni ranjitganligini unutib qolsiz. Undaqda 3-chi xil xo'shallik moddamiz nimadir? Bu moddaning ismi bizga dopamin yoki endorfindak tonish emas. Uning ismi bo'lsa oksitosin.
bizning qalbimizda atrofimizdagi kishilarga qarta ishonch va bexatarlik tuyg'usi tiklangan vaqtda bu xil moddani mengimiz sexiylik bilan ishlab chiqaraverdi. Masalan, ota-onalarning munosabati yaxshi bo'lgan hamda bolalarga ko'yimchanlik bilan muomala qiladigan oilalarda farzandlarning qalbida kuchlik bexatarlik tuyg'usi va ishonch intayin mo'l bo'ladi. Shunglashqa ularning mengisi ishlab chiqargan oksitosin albatta mo'l bo'ladi-da. Undaqda bundaq bolalarning chiroyida cho'qim xushallik parlamay qolmaydi. Ayollar erining o'ziga bo'lgan muhabbatidan gumonlangan vaqtda-chu, erlar iqtisodiy jihatdagi bexatarlik tuyg'usini yo'qotgan vaqtda-chu. Javobini tepib bo'ldingiz balkim. Oksitosindan iborat bu xushallik moddasi ishlab chiqarilmaydi. Kayfiyat töven nuqtaga tushadi. 4-chi xil xushallik moddasining ismi serotonin. Boshqalar tarafidan e'tirof qilinib, o'zimizdan faxrlangan vaqtimizda bizning mengimiz bu xil moddani ishlab chiqarishga kirishida to'lib tashqan xushallikqa cho'milamiz. Masalan, Nobel mukofotiga erishgan kishining sahnadagi hayojini dal badanida serotoninning aktiv holatda ko'p miqdorda qo'yib berilganligining tipik ifodasidir. Serotoninning mengingiz tarafidan qo'yib berilishi uchun Nobel mukofotining sohibi bo'lishingiz hojatsiz albatta. Do'stingiz siz damlagan qahvani yoki pishirgan tomoqni boshqalarninkidan yaxshi bo'pti deb maqtab qo'ysimi? Sizni faxrlanish tuyg'usiga cho'mdirib etadigan serotonin mengingizda ko'p miqdorda ishlab chiqarilaverdi. Boshqalarni besib tushish orqali xushallik topadigan odamlar dal serotoninning aktivlashishiga xumor odamlardir. Bularni bilib olgandan keyin ko'nglim yo'ribli qoldi. O'zimga xushallik mexanizmi bakla oddiy ekan. Atrofimdagilar bilan, oilam bilan munosabatimni texmi yaxshi holatga elib kelsam, oksitosin paydo bo'ladi ekan. Kasbimda yoki yeziqchilik ishlarimda cho'ng nishonimga yetish yo'lidagi kichik nishonlarni bekitib olsam, har qatim bu kichik nishonlarni amalga oshirganda meni faxrlanish tuyg'usiga ega qiladigan serotonin paydo bo'ladi ekan. Xapagan va yoki tushkun bo'lib qolgan vaqtlarimda bog'chilarda aylansam yoki badan chiniqtirsam, endorfin hosil bo'ladi ekan. Hayotliqim uchun zarur ehtiyojlarimdan vaqtida xabar olsam yoki o'zim yaxshi ko'radigan tomoq bilan qo'rsoq to'yg'izsammi, men ham dopamin ishlab chiqaraverdi ekan, davatdim. Demakki, xushallik ham erishmikimiz qiyin, ham oson bo'lgan shundoq bir narsa. Undaqda bu 4 xil xushallik moddasi to'g'riliq bilimimizni, o'z kayfiyatimizni yaxshilash uchun unumli ishiltalishimiz mumkinmi? Shundaqla qanday qilsak mengimiz bu moddalarni ko'plab ishlab chiqaradigan bo'lar. Bu ziyorat xotirasi doktor Beroningning bu 4 xil modda to'g'riliq ko'z qarashlarini va qanday qilib bu moddalarni mengimizda aktivlashtirish to'g'risidagi taklif, maslahatlarni atrofli sharhlab bergan bo'lib, bu savollarimizga ilmiy va atrofli javob bera oladi. Bu savollarga javob topay desangiz va yoki o'zingizni xushal qiladigan yo'llar to'g'riliq izlanib beqish niyatida bo'lsangiz, bu maqolaga marhamat. Maqola teksti.
Меңәмне қошаллық матыланы ішләп чықырдыған қылыветсәм, дәп ойлап баққанмыдыңыз? Әгәр растылы шундақ болып қалса, әттегенде орныңыздан тұрыш сізге қанша асан tuyulып кетер? Xizmatingizdagi eng bosh qitiqchiligini elib keladigan ishni tamomlab bo'lgandan keyin eng yaxshi ko'radigan kishilaringizning ko'z oldida yanala to'lib tashqan energiyangiz bilan eng yaxshi holatdagi o'zingizni namoyon qila olsangiz-chu texi. Biroq bu haqiqatan mumkin bo'ladigan bir ishmidi? Mengimizga maslahat taklif berib o'ltirmaymizga oxir. Mengimizni ko'proq xushalliq ishlab chiqardigan qilib tarbiyalashni sinab baqsaq haqiqatan qamlisharmi? Men yaqinda bugungi psixologiya bloglari Loretta Browningni ziyorat qilganimda u mundaq dedi. Yaxshi kayfiyatga erishish uchun izdinish bo'lsa, tabiatning jon saqlash motoridir. Jonliqlar sovuq tufaylidan paydo bo'lgan yomon kayfiyatdan qutulish uchun illiqlik istaydi. Shundaqla ular bu ehtiyojni qondiradigan imkoniyatni bayqagan hamon, garchi ular texi yemaklik yeyishni va yoki isinish harakatiga kirishmagan bo'lsa-mu, ularning mengisi xushalliq modellarini ishlab chiqarishga boshlaydi. Bu qoida insonlarga o'xshashla tatbiqlanadi. Siz hayotligingizni saqlab qoladigan ehtiyojlaringizni qondiradigan yo'llarga, masalan, yemak-ichmak, bexatarlik va yoki ijtimoiy aloqa qo'llashi degandaklarga erishganingizda mengingizdagi xushalliq moddalari aktiv holatga o'tadi. Biroq bu jarayonda sizning menga qasroq rayoningiz, ya'ni mengingizdagi o'y fikr rayoningiz sizning dastlabki hayot xotiralaringiz bilan zich bog'lanib ketgan bir murakkab holatdagi zanjirsimon uzun bog'lanishlarni yasab chiqadi. Biz xushalliq deb ataydigan bu hissiyot mengimizdagi 4 xil alohida ximiyalik moddadan keladi. Dopamin, endorfin, oksitosin va serotonin deb tushundirdi Beroning. Mengingiz sizning hayot yashashingiz uchun mo'yin bo'lgan ma'lum xil yaxshi narsaning mavjudligini bayqaganda, bu xushalliq moddalari aktiv holatga o'tadi. Ondan keyin bu moddalar yana passiv holatga o'tadi. Ya'ni ular yana bir qatim hayotlik safaringizda yaxshi narsalarga yo'liqqaningizda qaytadan aktivlashish uchun tayyorlik holatga o'tadi. Dopamin ehtiyojingizni qondiradigan narsalarni tepib olgan vaqtingizda. Dopamin sizga hayajonli tuyg'ulari va energiya ko'tarilmasi ato qiladi. U sizni topdim, bildim yoki erishdim degandek tuyg'ular bilan ta'min etadi. Biroq ma'lum xil ehtiyojingiz qondirilib bo'lgandan keyin siz dopaminga erishgan holatingizni saqlaganingizcha turavermaysiz. Bu deganimiz o'tmishdagi dopamin ko'tarilmasiga asoslanib turib, o'zingiz uchun mo'yin bo'lgan narsalarga erishish yo'lidagi yangi ham yaxshiroq bo'lgan usullarni izlab tepishingiz lozim deganlikdir. Ikkinchi, endorfin. Endorfin sizni azoblarni qisqa vaqtlik unutildiradigan kuchlik hayajon bilan ta'min etadi. Shuning bilan siz badaningiz yaralangan yoki ro'yi azob chekkan jarayondan paydo bo'lgan ro'y zaxmindan qutulib qolasiz. Endorfin yugurish mayirining intayin tas bo'lgan bir chiniqish mashqini tamomlagan vaqtdagi hayojoniga o'xshash tipdagi fiziologiyalik og'riq tarafidan qo'zg'atiladi.
Shundaqla qaqaqlab kulish va yig'lashlar tarafidan qo'zg'atiladi. Buningga qarab, ba'zan kishilarning azobliq munosabatlarga bardoshlik berishining sababini tushunib olaysiz. 3. Oksitosin. Oksitosin ijtimoiy aloqa jarayoning'izdagi bexatarlik tuyg'ungizni paydo qiladi hamda boshqalar bilan aloqa bog'lashingizga ham ularga qarta qalbingizda ishonch turg'izishingizga yordam qiladi. Oksitosin miyamizda paydo bo'lganda bizning tavallik tuyg'umizni va ma'lum gruppa bilan bog'lanish tuyg'umizni kuchlantirdi. Biroq oksitosin yo'q bo'lgan holatda biz o'zimizni intayin yolg'iz qolgandek va yoki chetda ayrilib qolgandek his qilamiz. 4. Serotonin. Serotonin boshqalar tarafidan hurmatlanish tuyg'usini hamda o'zidan faxrlanish tuyg'usini ishlab chiqardi. Bizning yuksak darajadagi hamkorlik va xalqparvarlik niyatimizning bor bo'lishiga qaramay, serotonin doim bizning birovni besib tushish tuyg'umizni kuchlantirib etadi. Shunlashqa u dal bizning ijtimoiy aloqa doiramizda boshqalar bilan o'zimizni selishtirishimizning sababi bo'lib qoladi. Amaliyotda hamma odamning xo'shallik moddalarining miqdori tuvallab turadi. Bu sababdan hamma odam ularni qo'zg'atadigan yo'llarni izlaydi, deydi Browning. Biroq bu yerdagi beshimizni qatirdigan narsa shuki, shu zamonlar paydo bo'ladigan yaxshi kayfiyatga har zamon, har chog'da erishiman debla erishivergili bo'lmaydi. Biroq shunisi bizga ayonki, biz mengimizni xo'shal qildigan odatlarni yetildirish orqali, sog'lom yo'llar orqali bu xo'shallik moddalarni jonlantirib, o'zimiz va boshqalar uchun xizmat qildira olamiz. Browning dopaminni nishon tiklash jarayoni bilan birlashtiring deb taklif berdi. Siz ma'lum natijani qo'lga keltirishga diqqat e'tiboringizni markazlashtirdingiz. Siz ko'zlagan bu natija ma'lum bir projektni tamomlash bo'lishi mumkin. Xizmat o'rningizni yuqori ko'tarish bo'lishi mumkin va yoki o'zingizning xizmat sohasida hammaning diqqatini chekadigan bir cho'lponga aylanish bo'lishi mumkin. Bundaq vaqtlarda oxirgi natija sizdan to'limi yiroq tuyuladi-da, o'zingizning qisqa orliq ichida yasagan ilgirlashlaringizni his qilib yetolmaysiz. Bu chaqda siz bu kichik ilgirlashlarning sizga ato qila oladigan dopamin atliq bu mukofotini qo'ldan chiqarib qo'ydingiz. Shunlashqa siz cho'ng nishon tiklab olishning o'rniga o'zingizning oxirgi nishonga yetish yo'lingizdagi amalga cho'qim oshirishga tegishli bo'lgan kichik nishonlaringizni bekitib chiqing. Mushundaq qilish orqali siz cho'qim har qatim kichik nishonlarni amalga oshirgan vaqtingizda nerv sistemangizni dopamin elib kelgan xushallikdan bahramand qila olasiz. Endorfin dam olishi eling. Agar xizmatingiz sizdan soatlab o'tirishni talab qiladigan xizmat bo'lib qolsa, qisqa hamda qarorlik dam olish orqali endorfinni aktiv holatga keltira olasiz. Har 2 soat oz deganda 5 minutdan harakat qilish imkoniyat yarating. Bu dam olishni yig'in zaliga palampay orqali tushib chiqish orqali olsingizmi va yoki dam olish vaqtingizda u yoq bu yoqqa menish orqali olsingizmi bo'ladi. Agar harakat qilgan jarayonda o'zingiz yaxshi ko'radigan kitobning ön nusxasini anglasangiz, bu qisqa dam olish jarayoningizni ko'ngillik hamda huzurlik qila olasiz.
ishonch turg'izish orqali oksitosin ishlab chiqarish. Oksitosin darvaqa ishonch paydo bo'lganda ishlab chiqarildi. Biroq biz ba'zan hollarda o'tmishda uchirgan ko'ngilsizliklar va yuz o'rishlarning qayta beshimizga kelib, bizni azoblashidan saqlanish uchun boshqalarning bizga yiqilishib, ishonch paydo qilishiga yo'l ochib berish yoki bermaslik to'g'risida ikkilanib qolamiz. Chunki biz burun boshqalar tarafidan chetga qiqilgan yoki tashlab etilgan kechirmishimiz bo'lganligi tufaylidan go'yo amdilatdimmo yanala boshqalar bizni yeb ketadigandek bir xil qo'rqinch ichida qolgan vaqtimizda ular bilan o'ttirimizda ishonch tiklash intayin tasga to'xtaydi. Bu yerda bilib olishimiz kerak bo'lgan bir nuqta bor. U bo'lsa-mu boshqalar bilan bir ko'rishibla bak yiqilishib ketib, ondan bu munosabatdan qo'rqib ketishning o'rniga kishilik munosabatda kichik qadamlar orqali tadrijiy ishonch yetildirishdir. Bundaq qilish uchun har kuni atrofingizdagi ma'lum odam bilan ozroq yiqilishing. Әтісі yana boshqa bir odamga yiqilishib ko'ring. Hamda bundaq qilishni davomlashtiring. Dunyoni bir kechadala o'zgartirib olmaymiz. Biroq boshqalar bilan tanishish va yiqilish orqali mengimizni oz miqdorda bo'lsa-mu oksitosin qo'yib bergizib, badanimizda oksitosin aylanmasini hosil qila olamiz. O'zingizdagi manni qabul qiling. Shuni bilingki, biz ma'lum xil xavf tufaylidan hozirgi o'rnimizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqqan vaqtimizda bexatarlik tuyg'umizni yo'qotib qo'yamiz. Mengingizning qanday xizmat qildiganligini bilib olgan vaqtingizda o'zingizni tuvan ko'rish psixikangizni va yoki boshqalarni tuvan cho'kirish psixikangizni vaqtida bayqay olasiz. Agar ma'lum jihatdagi o'rningizni yo'qotib qo'yish tahlikasiga duch kelgan bo'lsangiz, o'zingizga boshqa jihatlardagi ilg'or taraflaringizni eskartadigan bo'lasiz. Shundaqla o'zingizning nima ish qilayotganligingizni aniq bilgan vaqtingizda o'zingizda mavjud barliq ortiqchiliklaringizdan to'liq foydalanish niyatiga kelasiz. Hamda hargizmi boshqalarga o'z ortiqchiliklaringizdan foydalanib azor berishni xohlamaydigan bo'lasiz. Qani, aytib beqingchi. Badaningizdagi xo'shallik materiallarini aktiv holatga elib kelish uchun qandaq ishlarni qilishimiz kerak ekan? 2019 yil 6 noyabr, Washington.